Üç padişahlıktan biz zaten nima günümüz? Nurg'un do'stlar mendan mushu savolni so'rayapti. Amaliyotda üç padişahlık bir tarixdek, bir qarasak kinodek ko'ringan bilan buningdagi personajlar, voqeliklar demak bizningki hozirgi zamon turmushimizga yiqilishib qoldi, mos kelib qoldi. Ya'ni ba'zilarningki ish tutish usullari, shu turmush yo'li, uningdan keyin o'zaro kishilik munosabati, xodim boshqarish usuli, ish bajarish usuli deganlarni biz hozirgi davrimizdagi korxonchilikqa, tijoratga, kishilik munosabatga amaliyotda singdirib ishlatsak bo'laverdi. Shunga men oldingi vaqtlardami do'stlarga shu uch podshohlik va korxona boshqarish deb kishilik munosabat, nutq, korxona qurish, egalik tiklash jihatda uch podshohlik bilan birlashtirib darslarni so'zlab yetkazib keldim. Endi yana shu do'stlarningki talabiga asosan texmi ko'proq mazmun yetkazish uchun men shu uch podshohlik bilan farzand tarbiyasi degan temani birlashtirib, shu vaqtdagi shu personajlarningki ashundoq bir holat kelib chiqishida, shu pasiballarningki shu holat yetishda yoki ashundoq bir holat tushib qilishida zot qanday sir bor? Qandoq bir oila muhiti ashundoq odam yaratadi? Biz zodi ularningki qaysi tarafida o'rganamiz, qaysi tarafida o'rganmaymiz deganlar temasida bir dars tayyorladim. Agar do'stlar shu darsni anglab boqay deb qolsanglar, ayrimxona uchur qilinglar. Haqsiz, shu undar topda so'zlab birma, shu undar topqa sizlarni akirib qo'ying.